bir sotixga 2700 dan ham arzonroqga aylanyapti. Bizning sotilayotgan yerimiz kanalli bo'yida. Shu ko'rib turgan yeringiz 12 sotuvdan iborat. Kadastrlardan muammo yo'q ekan, hujjatlari joyida. Eshigimizning tagigacha asfalt bo'lgan. Toshkentga yaqin atrofdan kattaroq yer qidirib yurgan akalarim yana kelib o'zingiz yerni tepasida egalari bilan savdolashib baraka qilib olsangiz bo'ladi. Manzilga keladigan bo'lsa, Yuqori Chirchiq tumani Yangi Hayot mahallasi. Mo'ljal Rohat postidan 20 km, Parkent Yangi bozordan 15 km masofada Dashni posolkida joylashgan. Egalarning raqamini videoni ostiga yozib qo'yganmiz. O'zingiz aloqaga chiqib, shu yerimizni baraka qilib olsangiz bo'ladi. Bu joylarda sotilayotgan yerlarga telefon qilib chiqdim. Bir sotixga 3,5 ming, 4 ming so'rashayotgan ekan. Bu videoni toza havo joylardan, Toshkentga yaqin atrofdan dala hovli quraman degan yaqiningizga yuborib qo'ying.